WhatsApp bolalar vasila bilan men Uzuku va bugungi videoda men samolyotda qulab zombiylarda tirik qolishimiz kerak. Albatta like va obuna tugmalarini bosib qo'yinglar, chunki bu video juda ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Va mana sekin kirishni boshlayapti. Kompyuterni ham yangilab olish kerak. O'sha sizlar donat qilishinglar kerak. Qilishinglar uchun men donat silkasini tashlashim kerak, baribir donat qilmaysizlar. 100% obunachi sizlar donat qilmaysizlar. Mana kirdi. Venus igri va mana wow, mana bitta stollar bor ekan hozir. Nastroykani to'g'rilab olamiz. Oho, 4 chok. Bo'lmaydi. U mana bitta o'tiradigan stol, korobka, bitta temir tersi. Yo, qotdi, what the heck. Mayli, mana bitta o'tirsa ham bo'ladi, sindiramiz. Bizga bu kerak emas. Kerak emas obunachilar, qani ko'ramiz. Oho, mana bitta nima bu? Mayda juda narsalar nima bo'ladi, tushunmadim. Buni qo'yish kerak, joyga qo'yamiz mana. Yaxshi, mana qaranglar. Oho, samolyot. Nimalar bor ekan, qani jajjalqa, nima derdi, xullas o'sha narsa. Keyin arqon kerak qoladi. Masalan, ot bo'lsa, o'shani kerak qolishi mumkin. Mana o'chirish kerak. Yon ketishi mumkin. Temir yonmaydi lekin. Mayli, mana o'chirib qo'yamiz. Oldin nasturgani chankni pasaytirib qo'yamiz. Qotlatdi video otganim uchun ham. Mana ham o'chirib chiqamiz sekin astalik bilan. U ham bitta anaqa tilla bor ekan. Wow. Bizga tilla nima kerak bilmadim. Balki shaharga borganimizda kerak bo'lib qolar. Hadi kubik. O'zim olib berardim, lekin kerak emasdi. U mana bitta kapalaymi? Bitta $1 kerak. Wow. Yaxshi, mana bitta o'yinchoq mayli. Agar men o'lib qolsam, sizlarga obzor qilib beraman. Va sizlar mana shu modda olish uchun men Telegram kanalimga o'tishinglar kerak. Telegram kanalimni esa silkasini esa описание yoki kommentariyaga qoldirmayman. O'rniga 5 ta yo tog'da nimadan o'zi shu 200 obunachi deb qo'ysanglar, bo'ldi. Всё, sizlarga Telegram kanalining silkasini sizlarga tashlab beraman va sizlar ham mazza qilib ishlatasizlar. Mazza qilib. Mana bitta key bo'lmayapti popkani. Nimaga qanaqasiga kiysa o'la. Tushunmadim. Shiftni ham bosib turibman. Mana ham key bo'lmayapti o'zi. Bu qanaqa joy? Mayli. To'g'ri, bu key bo'lmayapti lekin. Ichiga narsa bo'ladi lekin key bo'lmayapti. Nima qilamiz? Nima qilsa bo'ladi buni? Hech narsa. Hech balo. Shiftni ham bosdim. 2-3 talab bosgan bo'lsam ishlamadi. Shuning uchun bizga kerak. Bitta ayiqchani qo'ydim. Menga nima kerak? Yo, what the ovqatli ham bor ekan. Yaxshi. Chini ham qo'yish kerak. What the otor shekilli mayli. Nimagadir mishga ko'rinmayapti, sizlarga ko'rinyaptimi bilmadim. Ko'rinmayapti sizlarga, ko'rinmayapti. Ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni aytmanglar, yana sen pajavlanchada o'ynaysan, sen pajavlanchada yoki mojavlanchada o'ynaysan, telefon o'ynaysan, kompyuterda emas deb adashtirib yubormanglar. Nima korobkani 2 marta ochgan. Voy, bu qotdi shuni. Menda buncha qotmayapti, lekin sizlarga vashsha qotib shekil. Bilmadim, videoni oxirida ko'raman. Keyin qanaqa qotayotganini ko'raman. Bu mana bu yerda qaranglar, kartoshka bor ekan, pishirilmagan kartoshka. Aytgancha bu zo'miylar vashsha kuchli bo'ladi deyshotdi. Uni ko'rdim o'zim. Vashsha kuchli bo'lar ekan, bittada o'lib ketdim degan kommentariyalar chiqqan ekan. Men bularga ishonmayman. Men o'zimga ishonaman. Shuning uchun bu ketdi. Voy, bu kompyuterim portlab ketmasa bo'ldi. Wow, buni bor haqiqiy Minecraftda yo'q shekil. Bo'lsa ham yangi versiyalarda bor, lekin 1.12 versiyada hech qanaqa bunaqa narsalar yo'q. Nima qilamiz? Mana bu nima bor ekan? Tog'mi? Hozir kartoshkani olib ketish kerak, chunki ovqat bu. Mana bu gulga qo'yamiz. Ovqat yeyish kerak, ovqat yeb semirish kerak. Xullas, boshqa narsa qilish kerak, xullas. Necha marta xullas dedim. Yana xullas dedim.
voy mayli. Bunchalik qotishini, bunaqa qotmas, balki mod ko'payib ketgandir yoki og'irlashib ketgandir. Mayli. Nima bilan bosgan, chunki joni vashik kamaytirib tashlaydi. Shuning uchun bularni bosmasdan o'tish kerak. Baram jonim kamaytirdi. Bitta dona jonim ketdi-ya. Bitta dona jonim ketdi-ya. Mayli. Nima qilamiz? Mana sindirish kerak. What? Parol sindirib nima qilib sindirmasdan ham nima qildi. Mayli, ham tushib ketishimiz kerak. Chunki bu prosta anaqa ekan. Wow, mayli. Bu tushib ketish kerak, chunki bu vulqon 100% zubda. Bu vulqonni oddiy tog'da bunaqa lavali toshilib bo'lmasdi. Yana oldida ham lava bor ekan, qaranglar. Bu degan tog' emas, vulqonda. Mana loyiq bo'ladimi ikkinchi? Ba'zi modlar loyiq bo'lmaydi. Ana bo'lar ekan. Bitta kartoshka ekib beramiz. O'z bittasini ekib ketdi. Voy, bu nimadir ko'rinyapti. Vow, что uy. Wow. Mana nima bo'lishini, mana nima. Hozir. Mana ham sindiramiz. Mana nima. No, tushunmadim. Xullas, nimaligini kommentariy yozib qo'yinglar. Fermachilar biladi buni. Mana qilib boshqasi ham bo'lar ekan. Yaxshi, normalniy. No, Minecraftga bo'lmaydi. Bu nima bu? Somonmi nima bilmadim. Bu bilaman, suv qo'yish uchun mana qanaqa gul. Belagini yaxshi qilmaganman-da. Bu ovqat pishirib turgan ekan, yosh yeri mazza qilib. Mana bitta esa nima molni terisi, mana bitta esa ovqatli. Zombie go'shti ham bor ekan, menga kerak shuncha. Mana buni olib qo'yamiz bu. Kravatda yotsa bo'ladimi, savol hozir. Sinab ko'ramiz, yotsa bo'ladimi? Nima bu? Bu qanaqa Minecraft? Yo'q, kerak emas kravat bizga. Mana kerak qolishi ham mumkin. Tushunmadim. Nima qildi hozir? Ikkita qo'limni qildim hozir. Bilmadim. Tushunmadim xullas. Mamadu wow. Joni ko'pligini, ovqatli ham ko'payib ketdi. Obunachilar instrumentlar bor ekan. Bu yerda o'qab bor ekan. Hozir o'qini ham olamiz. O'qilmagan nima kerak bilmadim, balki hayvonlarni o'ldirish uchun kerak o'qiladi. Mana bularni ikkinchi bu ziravorlar, xullas, rezavorlar nima derdi xullas. O'shani mana amalda bo'lmayapti. Yo'q, bo'tdi. Mana amalda bo'ladi deb o'ylardim. Bu bizga kerak emas. Bu anta baland tog', bu nima? Bu nima? Yopishtirdim, qani sindiramiz deb. Yopishtirmagan. O'zim ham to'g'ri bo'lsa bo'lganmasa avval ekan. Mana tapuq vasiy qilib turdi. Qani qo'li qaraq turgan ekan, qani. Os. Qani vasiy qilib. Nima bu? Buni taburdan ko'rib bo'lmagan yaxshi-ku, qaranglar. Bu yengisimi qani? Nimalar qilib tashyapti? Voy, bu qilich bosarman ekan. Bu ham o'ldir olmasa buni o'zim. Vashi zo'r ekan. Voy. Tilojiz. Buni men faqat yasik mollarda bo'ladi deb o'ylardim, lekin men mudda ham bor ekan. Yaxshi. Kechun shotim, bilmadim. Bu lavada cho'milib borish kerak. To'g'rimi? Biz ba'zan vijivaniya qilish kerak-da. O'sha legendarniy vijivaniya qilish kerak. Ba'zan versiya bu versiya balabotlarda kirka kuchayish uchun narsalar qatta olamiz boshqa. Mana shuni olamizda. Bu yerda yana qanaqadir joylar bo'lish kerak. Adashmasam qabr ham bo'lish kerak. Ko'rdim rasmida. Qabr ham bo'lishi kerak, adashmasam. Nima? Yuramiz. Bak bu da qabr ekan. Wow.
qazib ko'ramiz. Men qabrni hali biror marta ko'rmaganman. O'z ko'zim mana. Ha, o'tishasiyu. Wow, tunlar bor ekan suyi bilan. Qo'li uzilib tushganda o'shaning uchun suymas turibdi-da. Qabrdan chiqamiz, bizga kelmas boshqanasi. Mana nima ichida ochib so'radimi savol. Mamatda ham bor ekan, yoshi. Hozir hammasini tekshirib ko'ramiz. Hammasiga baribir tilla chiqar shekil. Buni uchinchisini tekshira olmaymiz shekil, chunki qorong'i tushyapti. Mana qattiq qo'siladi mamti qo'yib bo'larkan. Qoch endi qarang, qorong'i tushyapti, mamti qochish kerak. Tezroq. Narsa ko'rdim. Uy topdim. Qani, qochishni. Uy emas, bu taraf joy voy. Zo'm ko'rdi. Qoch, ana joyiga ketdi. O'lib ketmasam bo'ldi. Ketdi. Zombilik. Voy. Bu zombilik ko'payib ketdimi? O'qimni tiqqalasiz zombi kelayotganini sezdim. Ovozi eshitiladi. Agar sizlar eshitayotgan bo'lsa, bilmadim, balkim nastroydan Capcutdan yo'q qo'ygandir, o'zim ham bilmayman. Orqamdan millionta zombi ko'rdi. O'zim bitta millionta zombilar ko'ryapman. Qochishga bittasini qo'lida kirka ham bor ekan. Shuni o'g'irlashni yaxshi bo'ladi. Kirkali bor. Kir. Bloklarni qo'yib tashlaymiz. Bloklarni qo'yamiz. Oh my god, bu yerdan ovozi chiqibdi. Voy. Potlab ketdimi? Yo'q, qoch. Mani potlatib yuborishdi. Mabdi bekelamiz. Qo'yamiz. Nima bo'lsa ham qo'yamiz. Kromasini ye. Qo'yamiz, mana qo'yamiz bo'ldi. Qon bo'lyapti hamma yoq. Voy, urma bekin molli pastga so'ndirordimi? Qilaqadir ovozlari to'xta. Nima ovozlari bu? Nima? Qasgotdimi hozir to'xta. What the hell? Potlatormaychi bu, potlatormi? Yo'q. O'ldi. Potlatdi. Aha. Счет 1 ekan. Mayli. Endi yana boshqa qilamiz. Bu oxirgi viziman. Agar mashina yutqazib olsam, o'laman. Endi bu o'tiribman, mana buni kiraman, sindiraman. Pastga qazish kerak. Qazib ketirish kerak. Yo'q, qo'ymayapti. Mana shunday paytda. Qazib ketirish kerak. Prosta qazib ketirish kerak. Va nega bunaqa qo'ydim? Endi bilib qolish ham mumkin. Qazish kerak. Go. Bo'lib bu yog'i tosh. Mana shu turamiz. Nimaga yo'qimni joy bekin. Nima o'ynashlar? Agar aytganimda mashina o'lib qolsam, masalan, mana shu mod obzor chiqib qo'yaman. Bu modda sizlar hech qaysi kanalni tekinga o'tkazib bera olmaydi. Telegram kanaliga tashlab bera olmaydi. Hech bir kanal. Mendan boshqa kanal hech bir tashlab bera olmaydi. Yo'qdi. Qanaqasi? Yo. O'ldi. Bittasini o'ldirishim bo'lsa, yo'q, o'lmadimmi? Yo'q, tiqilib qoldim. Yo'q, o'ldirma. Yo'q, o'ldirma. Iltimos, yo'q. Mayli, chiqib ketamiz. Aytganimdek. Obunachilar yomon qotdi. O'zi 50 tacha moddan oshig'ini bemalol ko'taradi, lekin 33 ta bo'lib turib shunchalik qotdi. Endi buni kooperat qilish kerak. Ya'ni o'zim uchun o'ynash uchun qatdan kooperat qilaman endi. Deydi. Nima? Endi qana kooperat qilaman. Qani kooperat? Tushunmadim. Kooperat qanaqa qilaman? Tushunmadim. O'rnatilma. Kooperat qanaqa qilishni bilmayman. What the heck? Men qanaqa qilishni ham bilmayman. Shunchalik ikkicha bilamanmi? Qani shuncha bod ishlab turibdi lekin. Voy, qo'li qiyshu oyo.
yo'q kirib ketaman ben. O'lashda o'zi 15 minut yozilib bo'pti. Yaxshi. No obzor uchun 10-15 minutcha ketadi. Qotdi. Kirishi bilan chiqishi bilan qotdi. Endi одиночники создать игра va выживание tub turadi. Nima super ploska anaqa emasmidi? Nima edi? Qaysi biri edi? Nimalar qilib tashlaman? Pomni o'chirib olish kerak. Adashmasam mana shu. Ani ham shunaqa edi. Bo'ldi, to'g'ri. Nomi super ploska edi-yu, bilmadim. Balki ko'zim ko'rdi. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nima igra? Bo'ldi, endi ochishini kutamiz. Endi bunda kes tashlamayman. Bunda sekin emas, tezroq kiradi, chunki unga o'xshab anaqa karta yo'lmaydi, tog'li joyli yo'q. Bas u kartada. Endi kutamiz. U ana kirdi. U ana vizivaniyada kirdi hozir. Kreativga o'tib olamiz. Qochishini oldini olaylik. Hozir tepaga chiqib olamiz. Endi kreativni 30 bo'laveradi. Qaranglar, kreativni mana bundoq qo'yasiz. Tvarsiga qo'yasiz bo'ldi. Bani tvarsiga bo'lmaydi, mayli. Endi albatta game mode creative bo'ldi. Ana endi creative mazza qilib yursizlar. Endi mana bunga qaranglar. Modlarni birma-bir tanishlayman. Mana bitta qurollar bor. Qurollar eng yoqtirgani, lekin bitta ishlatmadim. Ko'rgan bo'lsangiz, chunki chiqmaydi ham hech bir uyda mana bunday qaranglar. Buni o'qiyingizni qidirish kerak. Qidirish kerak. Mana qidirib o'tirgandan ko'ra просто o'zini ko'rsataman bo'ldi. Lekin animatsiyalari nima deysizlar, o'shalar hammasi bor. Qaranglar, qurollar, hatto benzin ham bor, albatta kiyim kechaymi, albatta modlar bor, mana bu modlar bor, aytmoqchi bo'lmas. Mana bu skret shekil, mana bu creeper shekil. Am enderman to'xtaylik. Bu endermanmi? Yoki mana bu. Mayli, ko'ramiz. Bu mutant enderman ekan, mayli qoraylar. Mana esa kichik creeper ekan. U yaxshi videolar uchun zo'r. Mana esa skelet, mana esa endermancha. Chunki bitta bo'lib ketar ekan. Bu skelet bilan enderman urushmayapti, mayli. Creeper umuman urushmayapti. Oldiga mushuk qo'ysa bo'ldi, qochadi hammasi. Shunaqa gaplar. Nima o'ta qarang'ida tushunasiz. Aslan mana bitta esa qarang'ida tushunarsiz narsalar, lekin bitta mana mashinacha bor ekan. Kamera ham bor ekan. Kamerani tushunmadim. Arigan haqiqiysizmi, emas. Ya soxtasi. Menimcha o'tirmaydi, bo'ldi, soxtasi bu. Bu просто videolar olish uchun. Просто o'tirmaslik uchun, просто videolar olish uchun. Ko'rsa o'tirib bo'lmayapti. Buni original emas. Tushunmasam endi endi bunga qarang, mana kim KZ2 o'ynagan yoki Counter 1.6 o'ynagan. Komediyaga biroz yozib qo'yinglar bo'ldi. Ani botlar. Wow, просто uchirib yubordi-ku, ko'rasizlarmi? Endi bu kuchli, mana gazmi? Ha, gaz. Wow, gaz ham chiroyli chiqadi. To'g'ri, buni anaqa qani? Mash bo'lishi kerak. Agar ana ko'ryapsizlar, oqartirib ko'radi. Oqartirib qo'yadi. O'sha. Qarang, ishga tushmadi. Qani? Gaz bo'lmi? Qani? Ichasizmi? Olmashtirmay. O'xshamadi. Mana bu granata shekli. Buni o'xshadi, endigina botdi mana. Ukran, wow, o'lib ketishini o'zini ham yaxshi, lekin eshitilayotgan bo'lsa eshitildi. U albatta madillari bor, anaqa qurollarni tushunmayman-da, qurollarni endi men bilmayman, nima bu o'qlari. Nima qilganda tushunmasam mayli. Mana bu qaranglar, mana bu yozib qoldirgan bo'ladi. Qurolni va bunaqa nomlari bor. O'shani bemalol ko'rib qo'yisinglar bo'ladi. Men ham qidirib ko'raman hozir. Bunaqasi hozir qidirib ko'ramiz.
pastroqda bo'lishi shart hozir. Mana shuni tekshirib ko'ramiz. Bu yerda adashmasam snayperskiy sariqlari pastdan qarab qidirib ko'ramiz. Bo'ladi. Qani ko'raylikchi. Xullas yo'q ekan. Topasizlar albatta. Yubimizda nima bu? Bu anaqa men bilaman buni. To'xta tepaga chiqib qolaylik, hozir qottot. Bu anaqa bilasizlar, bu kamera qaranglar. Ko'rasizlar bo'ldi. Nimadirni ulisizlar, kameraga bo'ldi, qo'llaysizlar, qo'llaysizlar. Lekin bunga ulab bo'lmayapti nimaga? O'ziniki bor ekan, mana gaz detektor ekan. Bu kamera emas. Buni ishlatib bo'lmayapti. Mana kamera mana. Qo'y bo'lmayapti, mana shu balki qor bo'lgan shu. Qor bo'lmasa ham qo'ymayapti. To'xtaylar. Pastga tushsach. O'birashni mana shu mod ishlashni o'rgatib olinglar. Kim bo'lsa ham yaxshilik qo'rsin, Buni ishlatish bilmayman. Bu telefonda ham mana shunga o'xshash modlar bor. Lekin uni ishlatish oson, chunki telefon bo'yicha kompyuter, tugi bilan bosib o'tirishga. Mana bu yangilik kelyapti, yangilik mana qish bo'laman. Qish bilan mana qo'yasizlar, mazza ko'rasizlar. Qo'yasizlar, mana bu sabzichalari bilan, sharaflari bilan, shapkalari bilan. Mana bu ham mana qorboboli nima deydi? O'sha narsasi bor ekan, o'tirib olgan bo'lmaydi. Keyin mana bu yerda qanaqadir svidiniyalar bor ekan, mana bu yerda mebelchalar bor ekan, yana bu yerda qo'shimcha mebellar bor ekan. Bu yerda razavorlar, bu yerda ham popka ham bor ekan, mana bu yerda eshikchalar. Nima bu eng yoqimli mana qizil shina, ovozlar oddiy, prosta oddiy shina o'zi, lekin bo'ladi. Videolar uchun yaxshi. Bitta nima deydi? Mana bitta qo'g'irchoqlar, o'g'il bolalar uchun ham bor ekan. Mana bu yerda esa kompyuter xonani o'zi qaraydi. Ko'rganmisizlar, mana buni ko'rgansizlar, buni ko'rgansizlar. Mana qaraydi, notebookni qaraydi. Kompot videolarida ko'rgansizlar yoki o'zimizda reader shunga o'xshash YouTube'lar ko'rgansizlar. Kompyuterni esa ham ko'rgansizlar. Hozir stulda qaysi joyda edi bu tamasida? Mana shu yerda bo'lishi kerak. Qani stul. Mana buni qo'yamiz. Esa aynan mana shu yashil rangini tanlaymiz. Yaxshi. Hozir meni ish stolimni yasab beraman. Faqat unaqa emas-da, lekin. Mana buni qo'yasiz, o'tirasiz. Notebook'im yo'q, lekin mana bu kompyuterim bor. Mana shu kompyuterim bor. Yana amatda esa tushasizlar, keyin mana buni qo'yasizlar. Bo'ldi. Endi mana o'tirishingiz bo'ldi. Endi mana monitorni qo'yasizlar. Bo'ldi. Mana shunaqa istolim mashina notebook'im manda yo'q, lekin men bor. Bu ikkitasi imam bosmayapti. Men videoni qilishga babiram. Mana shular mana ko'rgansizlar, katta monitorligini ko'rganmisizlar? Kim ko'rgan? Kommentariyani yozinglar. Katta monitor qilishadi-yu, To'xtanglar. Qo'yolmayapmanmi? Qiyshimanmi? Nima bo'ladi? O'rtaga mamni qo'yadi. Chetiga esa qaysi beradi? Mana mamni qo'yadi mana. Ana, kim qo'ygan? Kim ko'rgan demoqchiman. Bu vasi 3 tali monitor. Ana mamda ko'rasizlar, mikrofon o'tirasizlar, lekin bitta klaviatur bilan boshqalasizlar. Voy, u kayfi. Amtez mana turib qo'y. Ana bitta anaqa qo'ysizlar bo'ldi. Psyo. Tugadi. Obunachida o'sha videoni tugatish yozinglar qoldi. Chunki ba'zi narsani ko'rsa nima bo'ldi? Bitta telefonni qiladigan joyim bor, qiladigan narsa ham bor. Buni faqat buni men bunaqa modlarni reker videolarda ham ko'rganman, yasi modlarida ham ko'rganman. Xullas, ko'p YouTuberlar buni ishlatadi.
ko'p, juda ko'p. Mana masalan seriallar olish uchun kerak. Mana bu kamera ham bor seriallar uchun. Masalan, masalan, ideyalar uchun mana shu modli ham zo'r. Albatta esa keyingi mana bola botir, qilich. Bu reysdan man bosib lekin bo'lmaydi. Chunki qishloqda yo'q. Yana nimalarni ko'rsataman sizlarga? Nimalarni ko'rsatmadim? Bularni ko'rsatdim, bularni ham ko'rsatmadim. Mana bu jimxona xullas. Kim bilgan bu? Bilsa mana shu mashq qiladigan joy. Reddit'ni videolarida ko'rganman ko'proq. Biz endi mana bitta skelet. Hozir mana skelet. Zo'r mana kinolar uchun. Qisqa videolar uchun zo'r. Horror videolar uchun, horror emas, qotil degan videolar uchun. Apti to'siqli zombi virus uchun zo'r. Aynan zombi virus ham bu faqat unda kuchliroq, vashshi kuchli-da. Juda kuchli. Bunaqa zo'rmidi, ichim qolmaydi, 100% jon. Bitta yana ovqat. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Undan boshqa mana bitta ham bloglar bor ekan, bitta privatlar bor ekan. Xulosini tanlab yotolasizlar. Bu bitta ham nimadirlar, barobatirlar. Bitta ham shu narsa blog g'ishlar, kiyimlar, nimadirlar, yana bitta mebellar. Hammasi bor, hammasi. Masalan, men nima o'zgargan shekilli zombi tuxumini ko'rmadim, shuncha mashqda bo'lish kerak. Mana. Bu zombi ham askar ham bo'lishi mumkin. Adashmayotgan bo'lsa. Mana qaranglar, parazit videosida ko'rganman, anaqa rekordni men bu esa u askarni ko'rmaganman, lekin men zombini ko'rgan parazit videosida adashmasam shunaqa moddan ishlatganlar. Bu ham qaranglar, mana qaranglar, nima deyapti bu? Mayli. Ko'rmaganlar ko'rsa, tavsiya qilaman, reklama emas, bu hech qanaqa, bu просто tavsiya sizlar uchun. Mana qarang, titan, gigant zombi, gigant. Mana gigant. Voy, ni qotdi. Natta o'sha titan skelet ham desa, buni qo'yamiz joyiga. Biz oxirgilarni ham olamiz. Zo'r, normal. Mana nima bu? Maxluq qanaqadir eskib shekil adashmayotgan bo'lsam, mana nima bu titanmi? Gigant. Qanaqadir hokus zombi. Gigant hokus zombi. Zo'r. Nesi nimadir, qanaqadir parazit. Parazit videosida ko'rganman. Bu ham qanaqadir parazit. Bu nima bu? O'ziga sayyoralikmi? Endi nima qilamiz? Obunachi albatta xayrlashga to'g'ri kelyapti, chunki bol boshqa modda qolmadi. Уже vaqtdan уже tugab qoldi. Chunki 28 minutdan oshib ketdi. 29 minutlarda o'chirsam kerak. Xullas obunachilar, videoni ham tugataman, chiqib ketaman. Obunachilar